Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ukrop haqida gaplashamiz. Ukrop qadim zamonlardan beri butun Yevropa, Shimoliy Afrika va Osiyoda yetishtirib kelinadi. Osiyo bu o'simlikning vatani hisoblanadi. Qadimgi Yunonistondayoq ukropdan ziravor sifatida foydalana boshlashgan. Ko'pgina mamlakatlarda ukropning ta'mi va hidini unchalik yoqtirishmaydi, biroq ayrim hududlarda u juda mashhur. Ukrop ham taom sifatida ham davolash vositasi sifatida ishlatiladi. Ukrop urug'idan olinadigan moy kosmetik mahsulotlar ishlab chiqarishda xushbo'ylashtiruvchi sifatida haligacha mashhur element bo'lib qolmoqda. Pazandalikda ukropning urug'li soyabonlari nafaqat o'zining kuchli ifori, balki tarkibidagi fitotsidlar tufayli mahsulotlarni buzilishdan saqlash xususiyati bilan ham tanilgan. Bu birikmalar antibakterial ta'sirga ega bo'lib, mog'or paydo bo'lishining oldini oladi. Shifokorlarning ta'kidlashlaricha, ukrop ko'plab vitaminlar, minerallar va efir moylarini o'z ichiga olgan foydali mahsulotdir. Me'yorida iste'mol qilinsa, u juda katta foyda keltirishi mumkin. Ukrop tarkibidagi C vitamini sitrus mevalariga qaraganda 2 baravar ko'p. Shuningdek, unda PP vitamini, tiamin, riboflavin va mineral tuzlari mavjud. Tarkibidagi flavonoidlar va fitotsidlar bakteriyalar o'sishini to'xtatish va hujayralarni yemirib, erta qarishni keltirib chiqaruvchi erkin radikallarni zararsizlantirish orqali organizmni himoya qiladi. Ukropning o'tkir hidi uchun mas'ul bo'lgan efir moylari ovqat hazm qilish tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ishtahani ochadi va ichaklar motorikasini kuchaytiradi. Ukrop asosidagi preparatlar meteorizm va gastritni davolashda ham ishlatiladi. Ko'plab olimlar ukropning xususiyatlarini o'rganishadi. Masalan, bu ko'katning yuqumli kasalliklarga qarshi kurashishda yordam beradigan antibakterial ta'siri borligi aniqlangan. Bu juda muhim, chunki ko'plab bakteriyalar antibiotiklarga chidamli bo'lib bormoqda va doimiy ravishda yangi mikroblarga qarshi vositalarni ishlab chiqarish zarurati mavjud. Bu mahsulot o'z-o'zicha xavfli emas, lekin oziq-ovqat mahsulotlariga allergiyasi bor odamlar ehtiyot bo'lib iste'mol qilishlari kerak. Shifokorlarning ogohlantirishicha, qon bosimi past bo'lgan odamlar va patologiyasi yoki asoratlari bo'lgan homilador ayollar ukropga alohida ehtiyotkorlik bilan yondashishlari kerak. Uning ko'p miqdorda iste'mol qilinishi qon bosimining tushishiga va bachadon tonusiga olib kelishi mumkin. Har qanday holatda ham ko'katni ratsiondan butunlay chiqarib tashlash shart emas, lekin har bir mahsulotning me'yorida iste'mol qilinishi yaxshi ekanini unutmaslik kerak. Ukrop xalq tabobatida juda ham mashhur. Ko'katlardan tayyorlangan damlama qon bosimini tushirish xususiyatiga ega va gipertoniyada yordam beradi. Shuningdek, siydik haydovchi ta'sir ko'rsatadi. Urug'laridan olinadigan efir moyi va ular asosidagi preparatlar spazmlarni yo'qotadi, tinchlantiradi va meteorizm bilan kurashishga yordam beradi. Ukrop moyi shilliq bezlar retseptorlarini qo'zg'atishi tufayli balg'am ko'chishiga ham yordam beradi. Shu sababli u bronxit va astmani davolash uchun mo'ljallangan kompleks preparatlar tarkibiga ham kiritiladi. 6 oylikgacha bo'lgan bolalarda meteorizmni kamaytirish uchun urug'lardan tayyorlangan ukrop suvi yordam berishi mumkin. Mudday suv o't haydovchi va siydik haydovchi ta'siriga ega bo'lib, shishlar va dimlanish holatlarida ham foydali bo'lishi mumkin. Shuningdek, ukrop suvi qorin dam bo'lishi tufayli sanchishdan aziyat chekayotgan bolalarga va laktatsiya davrini tezlashtirish uchun yangi tuqqan ayollarga ham tavsiya etiladi ayrim hollarda. Quruq ekstrakti spazmolitik ta'siri tufayli yurak kasalliklarida ishlatiladi. Ukrop ichak kasalligi bo'lgan spastik kolitlarda ham yordam beradi. Dorining ta'siri to'planib boruvchi xususiyatga ega, shuning uchun u o'tkir holatlarni bartaraf etish uchun mos kelmaydi. Ukropdan oshxonada ham keng foydalanishadi. Ukropning barglari hamda soyabonlari ishlatiladi. Ukrop uzoq vaqt davomida issiqlik bilan ishlov berishni yoqtirmaydi. Shuning uchun uni taomlarda eng oxirida qo'shish va yoki yangiligicha iste'mol qilish yaxshiroqdir. Ukropni qanday tanlash va saqlash kerak? Tanlayotganda ukropning rangiga albatta e'tibor bering.
Ko'kat sarg'aygan bo'lmasligi, shoxchalari esa so'lib yoki qurib qolmagan bo'lishi kerak. Yaxshi va yangi uzilgan ukrop juda xushbo'y bo'ladi. Yangi ukropni bir bog'lam qilib suv solingan bankaga solib, ustidan paket kiygizib qo'yish orqali saqlash mumkin. Bu ko'rinishda sovutgichda bir haftadan ko'proq turadi. Faqat suvini almashtirib turishni unutmang. Ukropni oldindan yuvib qo'ymang, u quruq bo'lishi kerak. Shuningdek, ukrop shoxchalarini paket yoki folgada muzlatish mumkin. Ular 6-9 oy davomida yangiligini saqlaydi deyishadi. Ba'zilar ukropni quritishadi. Quritilgan ko'katni shisha idishlarda yoki matoli xaltachalarda quruq, qorong'i va begona hidlar bo'lmagan joyda saqlagan ma'qul. Quritilgan ukrop 1 yilgacha saqlanishi mumkin. Kuniga qancha ukrop yeyish mumkin? Yangi ko'katni qo'rqmasdan kichikroq bir bog'lam miqdorida yeyish mumkin, ammo urug'lar va ular asosidagi damlamalarni tez-tez iste'mol qilish shifokor bilan maslahatlashishni talab qiladi. Shuningdek, homiladorlarga va qon bosimi past odamlarga har kuni ko'p ukrop yeyish xavfli sanaladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, chunki u qon bosimini tushirish xususiyatiga ega. Ukropning asosiy xususiyati oshqozon motorikasini yaxshilashtir. Ukrop ko'pincha ovqat hazm qilish tizimidagi muammolarda tavsiya etiladigan oshqozon uchun mo'ljallangan ko'katli yig'malar tarkibida bo'ladi. Salomat bo'ling.